Assalomu alaykum, aziz hurmatli obunachilar, musofirga yurgan yurtdoshlar, aka-ukalar, hammasi sog' salomatmi? Bugungi videomiz yana yordam tariqasida bo'ladi. Samarqand viloyatidan Sodiqov Bahodir akamiz Shakarovich hozir vaqtda juda hollari og'ir, ya'ni insult olgan. 21 yanvarda shu insult operatsiya bo'lgan. Hozir vaqtda ahvollari juda og'ir ekan. Yana bir video orqali keldim. Videoni qo'yib o'taman. Bir tarafi plastik insult olgan kishining bir tarafi polni ishlamaydi. Endi oyoq, qo'li hozir vaqtda juda ham og'ir holatda. Iltimos, mana shu videoni kim ko'rayotgan bo'lsa, aka-ukalar yordam berishlarini so'rab qolamiz. Men qo'limda dokumentlari bor. Qo'llarni kelgancha iltimos himmatlaringizni ayamaysizlar degan umidamiz. Dokumentlari Sodiqov Bahodir Shakarovich. Hozir vaqtda mana ahvoli o'sha yarim tanasi ishlamasdan yotibdi. Endi O'zbekistonga yuborishimiz kerak, bilasizlar. Meditsina xizmati juda qimmat turadi. Hozirda ikkita farzandi bor. Iloji boricha qo'ldan kelgancha yordam berasizlar deb umidamiz. Akamiz hozir vaqtda mana shu Rossiyaning Vladivostok shahri, bu yerda yotib chiqqan qog'oz dokumentlari bor. Men agar kimligim tushunsa karta nomerlarini qoldiraman. O'zlaringiz o'sha qo'ldan kelgancha yordam berishlarini so'rab qolamiz. O'zbekistonga yuboramiz deyamiz akamizni. Xo'p, sog' bo'la salomat bo'lasizlar. Iloji boricha like bosib, videoni kengroq tarqatishga, ya'ni bu akamizga yordam berishga harakat qilaylik. Rahmat, sog' bo'lasizlar. Который старше внизу, да? Это Muhammad внизу, да? Bu oila a'zolari, farzandlari hozirda ikkinchi o'g'li pastda o'ynab yurgan ekan. Assalomu alaykum vatandoshlar, zo'rmisizlar, charchamayapsizlarmi? Mana shu Bahodir jo'ramizda insult bo'lib qoldi, kasal bo'lib qoldi-da. Короче, ahvoli sal og'irlashib qoldi. Короче, insult oldida operatsiyadan chiqdi. 1 oylar bo'lib qoldi operatsiyadan chiqqaniga. Endi O'zbekistonga jo'natamiz desak, hozir samolyot bilan ketish uchun 6 oy kutish kerak dedi doktorlar. Shuning uchun mashina bilan jo'natmoqchi bo'lyapmiz. Shunga har kim qo'ldan kelgancha hali qudrat yordamlashsangizlar. O'ng qo'li bilan o'ng oyog'i ishlamaydi. Asta-asta harakatga keltirsa, ozroq shu sud qiladi. Na, Bahodir jo'ra, sizam yerda gapiring qani? Ha? Shunday ahvoldan shunday. Shunga hali qudrat yordam qilib bersangizlar, ozroqdan bo'lsa ham ko'p hech narsa emas. Shuni jo'natsak uyiga. Mana shu narodni 25-etada yashayotgan Bahodir akamiz.